A korxona bilan B korxona o'rtasida demak xizmat ko'rsatish shartnomasi tuzildi. Juda ko'p korxonalar, tadbirkorlar bitta kichkinagina detalga, shartnomaning ichidagi detalga e'tibor bermaganligi tufayli keyinchalik sudma-sud yurib turli nizolar kelib chiqishiga sabab bo'ladigan bitta holatni sizlarga aytaman. Shu narsani yaxshilab tushunib olsanglar, ertaga siz demak sarson sargardon bo'lib yurmaysiz. Demak, bugun videoda demak xizmat ko'rsatish shartnomasi bo'yicha gaplashamiz. Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalim a'zolari, hurmatli tomoshabinlar. Navbatdagi demak videomizni boshlaymiz. Demak, bundan keyin bo'ladigan videolarda bir katta bir yo'nalishni ochib berishga harakat qilaman. Bu shartnomalar bilan bog'liq holatlar va nizolar. Shu nizolarga tushmaslik uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak, shu bo'yicha ham gaplashib o'tamiz. Endi bugungi mavzu bo'yicha demak A korxona va B korxona o'rtasida xizmat ko'rsatish shartnomasi tuzildi. Bu narsalar, tovarlarni yetkazib berish bo'lishi mumkin yoki IT yo'nalishida qanaqandir xizmat ko'rsatish bo'lishi mumkin yoki buxgalteriya yo'nalishida qanaqandir xizmatlarni ko'rsatish mumkin. Shu ikkita o'rtada tuziladigan namunaviy demak shartnomalar bor. O'sha shartnomada bir kichkinagina detalni qo'shib ketishni sizlarga tavsiya qilaman. Bu narsa keyingi nizolarni oldini olishga va turli tushunmovchiliklarni oldini olishga sabab bo'ladigan narsa. Demak, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam yurxizmat.uz dan bir shartnomani, namunaviy bitta shartnomani ochdim hozir. Bu xizmatlarni ko'rsatishlarni bajarish shartnomasi. Men ko'pgina ishlar ko'rayotganimda shu kamchilikka odamlar, tadbirkorlar bir e'tiborsiz qaramasdan bir shartnoma tuzib yuboradigan holatlarga uchrayapmiz. Bilasizmi? Shartnoma birinchi navbatda sizlardan, tadbirkorlardan so'raydigan narsam, shartnoma tuzayotganingizda ozgina e'tiborliroq bo'ling. Chunki shartnoma bu sizni shu tadbirkorlik munosabatiga kirishayotganingizda eng asosiy demak qurolingiz bo'ladi. Hamma kelib chiqadigan nizolar bu shartnomadan kelib chiqadi. Va shartnomada belgilangan shartlar bo'yicha demak birinchi navbatda hal bo'ladi. Qarang, shartnoma tuzganingizda demak xizmatlar ko'rsatish, ishlarni bajarish to'g'risida shartnoma qilyapsiz. Endi mana shu shartnomangizda sizga kerak bo'ladigan bo'lim, juda ham muhim bo'lgan bo'limlardan bittasi bu shartnomaning bajarilishi. Siz shartnomani bajarilishini aniq ko'rsatishingiz kerak. Qanaqa bajariladi? Bajarib bo'lingan holati nima, qaysi hujjat bilan o'rtada demak hujjatlashtiriladi va qachon bu hujjatlashtiriladi? O'rtadagi muddatlar qanaqa bo'ladi? Shu narsaga hammasiga e'tibor berishingiz kerak. Mana bu yerda umumiy demak shartnomani ochdim. Bu yerda xuddi men aytgan narsa bu yerda yo'q. Shu yerda bitta punkt qo'shib ketishimiz kerak. Shunda har bitta muammomiz bilan hal bo'ladi. Shartnoma bo'yicha xizmat ko'rsatdingiz, buxgalteriya xizmat ko'rsatdingiz, IT xizmatini ko'rsatdingiz, boshqa qildingiz va siz ko'rsatilgan xizmatlaringiz bo'yicha demak tasdiqlash uchun ularga demak topshirish, qabul qilish dalolatnomasini jo'natasiz. Va o'sha sizga demak buyurtmachi nima qiladi? Buyurtmachi aytadi, menga ishlaring yoqmadi, men o'sha shartnomada belgilangan narsa to'liq bajarilmadi va hokazo deydida sizga demak pul to'lashni kechiktirib kelaveradi. Va siz aytasiz, ertaga buni isbotlash uchun sudga borganingizda topshirish qabul qilish dalolatnomangiz imzolanmagan bo'lib turaveradi va bu narsa ochiq qoladi va ertaga nizolarni hal qilishda juda ham bir bosh og'riq narsa bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bitta punkt qo'shib ketishingiz kerak, do'stim, bitta punkt. Tadbirkor do'stim, eshit. Siz topshirish qabul qilish dalolatnomangizni o'sha buyurtmachiga jo'natganingizda u qancha muddatda sizga imzolab berishini ko'rsatib o'ting.
Ya'ni shunaqa punkt qo'shingki, topshirish qabul qilish dalolatnomasi demak buyurtmachiga jo'natilgandan keyin masalan 3 kun ichida qabul qilib olinishi kerak yoki masalan 5 kun ichida qabul qilinib olishi kerak yoki asoslangan e'tiroznoma, yozma e'tiroznoma jo'natilishi kerak deb belgilaysiz va u joyda qo'shimcha qilib qo'yasiz. Agar 3 kun ichida yoki 5 kun ichida yoki 10 kun ichida yozma e'tiroznoma jo'natilmasa va topshirish qabul qilish dalolatnomasi imzolanmasa, e'tiroz bildirilmasa, topshirish qabul qilish dalolatnomasi imzolangan deb hisoblanadi degan jumlani agar qo'shib ketadigan bo'lsangiz, ertaga demak sizda rostdan ish qabul qilib olganmi yo'qmi degan narsaga muammoga duch kelmaysiz va sudga olib borib ko'rsatasiz. Mana shartnomada belgilangan, bu menga hech qanaqa yozma e'tiroz bildirganim yo'q. O'shaning uchun men bajarilgan ishlarni yoki ko'rsatilgan xizmatlarni to'la to'kis bajardim deb hisoblayman, chunki bu shartnomada belgilab qo'yilgan deb aytasiz. Va buni sud albatta inobatga oladi. Chunki xo'jalik yurituvchi subyektlar, ya'ni tadbirkorlar o'rtasida bo'ladigan iqtisodiy turli nizolarda shartnoma birinchi o'rinda turadi. Shuni bugun sizlarga yetkazib qo'ymoqchi edim. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing, do'stlaringizga tarqatib qo'ying va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar.